Diqqat, Adam Qodirov haqida kutilmagan xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning o'g'li 18 yoshli Adam Qodirov ikkinchi bor Checheniston qahramoni unvoni bilan taqdirlandi. Bu haqida Meduza nashri xabar tarqatdi. Ma'lumotlarga ko'ra, yuksak mukofotni unga shaxsan otasi Ramzan Qodirov topshirgan. Checheniston hukumati raisi Magomed Daudovning ta'kidlashicha, Adam Qodirov davlat oldidagi xizmatlari, xalq manfaatlari yo'lidagi faoliyati hamda Rossiyaning Ukrainadagi harbiy amaliyotini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ishlari uchun ushbu unvonga munosib ko'rilgan. Eslatib o'tamiz, Adam Qodirov mazkur unvonni 1-marta 2023-yil oktyabr oyida 15 yoshda qo'lga kiritgan edi. O'shanda bu haqida xabarni Rossiya Davlat dumasi deputati Adam Delimxonov ma'lum qilgan. Mukofot uning Qur'onni yoqish ishi bo'yicha hibsga olingan Nikita Juravlinni tergov hibsxonasida urgani ortidan berilgan keng jamoatchilik muhokamalariga sabab bo'lgan edi. Qayd etilishicha, Checheniston qahramoni unvoni to'g'risidagi nizomda bir shaxsning ushbu mukofotni necha marta olishi mumkinligi bo'yicha hech qanday cheklov belgilanmagan. Ramzan Qodirovning o'zi ham 2 karra Checheniston qahramoni hisoblanadi. Rossiya ommaviy axborot vositalari avvalroq Adam Qodirovni Checheniston rahbari lavozimiga ehtimoliy voris sifatida tilga olgan edi. Biroq ayrim nashrlar uning ishtirokidagi yo'l transport hodisasidan keyin bu boradagi qarashlar ma'lum darajada o'zgarganini yozgan. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.